Nimaga kelding İsmat? Bitta gap so'rashga keldim sizdan. Ma'nosini bilasizmi, yo'qmi? Shuni so'rashga keldim-da. Nima? Qarang, ana bu narsani ma'nosi nima? Ana shu narsani ma'nosi nima? Men qayerdan bilay? Asena realiza 3 ta o'lirdi-ku, ishtirabdan yo'q. Ketdi-ku, ana shu. Yomon soldi. Amsa yo'q. Ha, Bitta narsa so'ramoqchi edim. Ildizosi 9 dan nechi chiqadi? 3. To'g'ri. Asena ham 3 ta o'lirdi-da. İsmat, sen nima meni asabimni buzib turibsan? Sen bir Barsachi bo'lmasang, sen bir Arsenalchi bo'lmasang, nima men mazgimni qoqib turibsan? Endi hamsa biz Real o'tkazsa kayf qilamiz. Keyin sizlar ham ruhan, ham jismonan zarba berishni yaxshi ko'raman. Maza qilaman o'zim. Ne, patardami? Hali javob uchrashuv bor. Balkim Real yutishi mumkin. Yutolmaydi hamsa, yutolmaydi. Qanday yutolmaydi? Menga qara. Real yutsa nima qilasan? Любой shartingiz qilaman. Agar Real Arsenalni kambe qilib yutsa, любой shart qilasan, ha? Sen bilan javob uchrashuvidan keyin gaplashamiz, İsmat. Nerim buzmaman. We are champions. We are champions. Hamsa, ana bu Real Chempionlar Ligasidan chiqib ketgani uchun kubok. Mana. Katta, sotib. Ana buni Vinicius Junior'a berasiz. Bu nima? Bu oltin to'p.